Vallahi hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda mana mashq bo'ltimda tong uchiga chiqishga harakat qilamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, juda qiziq bo'ladi. Bo'lsam qani. Kel. Aylanamiz yana shaharda shunchaki bu qora mashina ichidagi shuncha gap qancha mavzu ochildi yechimim topmadi brat nega bugun ham uyga vaqtliroq qaytmadi aylanamiz yana shaharda shunchaki bu qora mashina ichidagi shuncha gap qancha mavzu ochildi yechimim topmadi brat nega bugun ham uyga vaqtliroq qaytmadi. Vallahi mana hozir benzin olishga to'xtadik. 10 ta 80 olamiz, mana ko'rsatgan. Mana quyapti 10 ta 80. Bolalar mana yo'lda ketyapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, qaysi tog'ga ketayotganimizni bilib olasizlar. Rahmat, kamera yo'lda meni ogohlantiryapti. Agar bu bo'lmasa, biz kameralarga tushib radarlar kelishi mumkin. Shuning uchun yoqib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlarga qaysi manzilga borishimizni ko'ra olasizlar. Iloji boricha teparoqqa chiqishga harakat qilamiz shu mashinamizda. 10 ta benzin oldik. Xudo xolasa yetadi degan umiddaman. Agar yetmasa, ko'chada qolib ketishimiz mumkin. Bolalar sizlarga zo'r anaqa nima edi? Tez aytishmi? O'shanaqa tayyorlab qo'yganman. Bitta aytib ko'ringlar. Sasha ishdan bo'shasachi mana. Sasha ishdan bo'shasachi. Tushunasizlar? Mana. Sasha ishdan bo'shasachi. Shuni tez aytib ko'ringlar. Keyin bo'shasachini boshqatdan aytib ko'ringlar, aytolmaysizlar. Mana. Sasha ishdan bo'shash. Voy. Sasha ishdan bo'sa yo'q. Sasha ishdan bo'sa Sasha ishdan bo'sa Sasha ishdan bo'shasachi. Yarim bitta ko'ringlar, keyin gaplashamiz sizlar bilan. Kommentariyada yozib yuboringlar, aytoldinglarmi yoki yo'qmi? 91 neobычный savollaringdan ber, menga ham, obunachilarimga ham. Qani, men bilamanmi, obunachilarim ham biladimi? Ko'ramiz. Odamni eng katta organi qaysi? Odamning eng katta organi? Organ. Organ, aynan. Aynan. Ichi chog'imi? Endi bu yog'ini topasdik, mashqinaga nima bermayman. Teri. Nima? Oldi. Bolalar o'sha tepaga chiqib qo'ydik. Dam olish maskanlari, ovqatlanadigan joylar juda ko'p ekan o'sha. Havo ham vash ideal. 24 gradus bo'layotgan ekan, lekin bundan qo'lingdan chiqarsanglar muzdek havo. Mazza qilyapti odam. Hali bundan ham tepaga chiqamiz. Bilmadim u yerda nima bo'ladi. No, sovib, kurtkalar kiyib o'tirsak kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Biz video otuvdik-da. Tog'ning tepasiga chiqishimiz kerak. Hozir shu yerdan ketursak tog'ning tepasiga chiqamizmi? Yo'l o'zi olib boradi. Chiroyli kadrlar bor, a? Rahmat kattakon, charchamanglar. Cho'qamas, so'g'a ichiga qalanchi boshqa tog' bor. Sizlarga bu yoq qo'ydi endi. Ya, hali emas. Rahmat. Aholini eshitdinglar. Sizlar uchun bu ham tog'da dedilar. No, chiqarsanglar hali tepasiga chiqasizlar dedilar. Ustimizdan tagoylar yo'qki kulib qo'ydilar. Mana ko'rib turibsizlar, mapda ham chiroyli choyxona ochib qo'yishgan ekan. Endi bilmadim bunaqa choyxonalarga kelish uchun qatdan kelishadi. Lekin havosi ideal. Eng qizig'i aytishyapti, hali bu yerda yuribsizlar-yu deyishyapti. Hali yuraversanglar dalish chiqib ketasizlar deyishyapti. Qani dalish chiqursak, tog'ning tepasigacha chiqa olamizmi? Bemalollar, keyin o'sha yerda o'tirib shashlik pishirsa bo'ladimi? Ha, yo'q. Ha, bu rahmat aka, charchamanglar, ha. Mana ko'rganinglarda, hali o'rmonga ham kirib ketasizlar deyishyapti-yu. Eshikdan so'raymiz, qani? Eshik? Shahar bormi bu yerda? Ha, qo'shib. Ha, ignor, mana shunaqa ignor qilishadi-da. Kibr bo'lish kerak emas odam. Eshikmi, kuchukmi, odammi? Kibr bo'lmaylar. Savol beryapmanmi, javob beringlar har doim. Mana biz yurgan joylarimizdan qaranglar o'sha. Keyin tepalikqa chiqib ketamiz. Mana o'sha lokatsiya tugadi. Soqoq eko markaziga yetib keldik. Bolalar, hozir eng tepasiga chiqsak, o'sha mashina kirg'izish mumkin emas ekan o'tga. Shuning uchun boshqa lokatsiyaga ketyapmiz. Yana bitta minus tomoni anaqa yo'q bo'lmas ekan, olov yo'q bo'lmas ekan. Shuning uchun endi boshqa lokatsiyaga yana ham teparoqga ketyapmiz.
kuzatib turinglar. O'zimga ham qiziq bo'lyapti. Mana shu yerda qolamiz deb o'yladim. Yo'q, bu yerda sharoit ham yo'q ekan. Unaqa tepaga ham chiqmadik. Meni ko'rinishim bo'yicha, no, ancha tepalikdamiz. Men bundan ham tepaga chiqmoqchiman. Bo'lsam qani ketdi, bir 100 kilometr yana boshqa yoqqa borishimiz kerak. Ketdi. Bolalar hozir yengil lokatsiyaga ketyapmiz. Yo'limiz ozgina qoldi, gideta bir 23 kilometr qoldi. O'zimga ham qiziq bo'lyapti. Videoni ko'rib turinglar. Video yoqayotgan bo'lsa, kommentariya yozib, like bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lgan bo'lardik. Joninglar sog' bo'lsin. Yetgancha, mana uni qaytara oldinglarmi yoki o'xshamayaptimi? Tez aytish. Hozir lokatsiyada to'xtadik. Gideta 10 kilometr qoldi. Hozir yetib kelishimizga. Ichishga narsalar olish uchun to'xtadik. Havas bor ekan, yaxshi hozir narsalar olib ichishga, keyin yo'limizda davom etamiz. Ot. Ozgina qoldimi tepagacha? Ha? O, assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Ot zo'r hayvonda ko'rdinglarmi? Xudo qarab, nima deyapti bu? Ozgina qoldi deb gapiryapti-da, ko'rdinglar? Kibri yo'q-da, eshak o'xshaydi. Bolalar, biz o'ylagan lokatsiyaga yetib keldik. Bitta ko'rsat. Lokatsiyani bitta qaraymiz. Ha, tualetga borib keldim. Bolalar, hozir bundan ham teparoqga chiqishga harakat qilamiz. Agar bundan ham tepaga chiqish iloji bo'lsa, ana o'sha yerda hozir sizlarga yana video qilib ko'rsatamiz. Ketdi. Bolalar, mana biz xohlagan lokatsiyaga yetib keldik. Tong uchiga chiqdik. Endi mashinadan xo'ralarni olib tushib, shashlikni tayyorlab, chiroyli yeb ichar qilamiz. Bitta qaranglar. Faqat ko'rib mazza qilasizlar. Kamera tag'in ham 100% olib bera olmaydi. Bu yoqdan ko'rsanglar, vobshe mazza qilasiz. Bolalar, hozir shashlik tayyorlaymiz. Mana tayyor qo'yganmiz. Ko'mirni olib qo'yib shunday yoqib chiroyli qilsak ko'mirni, keyin shashliklarni qo'yib tashlaymiz. O, bolalar yondi. Shamolda qiynaldi yoqishga, lekin hozir plus tomonini aytaymi? Yel pishimiz shart emas-da, o'zi sekin tayyor bo'lyapti. Mana ko'rsatgan. Bolalar, nonni shashlik ustiga qo'yib qo'ydim. Uni gashtini mana shunaqa yeb ko'rganlar biladi. Hozir pishganda yeymiz hozir. Ketdi. Bolalar, videoni o'zingizlar ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa bizani qo'llab-quvvatlab tursanglar, Xudo xohlasa bunaqa lokatsiyalarni yana ham zo'rlariga chiqishga harakat qilamiz. O'zingizlar bitta tabiatni ko'ringlar, juda chiroyli. Men o'zim mazza qildim. Shu videoda 5000 ta like yig'sak, orangizdan 3 ta 4 ta bolani tanlab olib, birgalikda bundan ham zo'r joylarga chiqamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha hammangizlarga rahmat.